katta. Bum. Voh. Bu paqir ochilmadi-ya, qopqoq aka. Ha. Voy. Bismillah. Xo'p, obzorimizni bo'lmasa boshladik. Bizga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Charchagan salomatmisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Sizmisiz? Rahmat, siz yaxshimisiz? Xo'p, Yodgorbek aka, bizga mana shu korxonada ancha yildan beri ish faoliyatini olib borasiz. Shu korxonani biz kuzatuvchilarimizga aynan plastmassa mahsulotlari, paqir mahsulotlarini oladigan, qiziqadigan mahsulotlarni qiziquvchi kuzatuvchilarimizga korxonani qisqacha tushuntirib o'tsangiz, shaxsan o'zimga ham qiziq, shu mahsulotlar qayerdan ishlab chiqariladi, qanday tartibda ishlab chiqariladi, qanaqa afzalliklari bor, qanaqa plyus taraflari bor. Va bilamizki, bozorda shu kabi zavod, fabrikalar ham ko'p. To'g'ri. Ularda ustunliklari, sizlarda qanaqa afzalliklaringiz bor? Shular bo'yicha ma'lumot berib o'tsangiz degan ekan. Maylimi? Bo'ldi. Xo'p, Yodgorbek aka, ushbu Zarekaplast kompaniyasi qachon ish faoliyatini boshlagan, shu bo'yicha qisqacha aytib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilar. Bizning Zarekaplast korxonamiz 2019-yildan boshlab o'z faoliyatini boshlagan. Hozirgi kunda asosan qurilish mollari hamda oziq-ovqat mahsulotlariga plastik paqirlar ishlab chiqaramiz. Hozirgi kunda 1000 dan ortiq mijozlarga xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. Demak, hozir 1000 dan ortiq mijozlar bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatasizlar yoki chet davlatlar ham bormi endi, qo'shni davlatlar? O'zbekiston bo'yicha mijoz qurilish mollari hamda oziq-ovqat mahsulot ishlab chiqaradiganlarga mahsulotlarimizni sotamiz. Yili masalan Qirg'iziston, Tojikiston qo'shni davlatlariga ham chiqaramiz. U yerda mijozlarimiz bor. Juda ham zo'r gap bo'lishi mumkin. Shunchaki vaqt davomida katta yutuqlarga, katta ko'plab mijozlar ba'zisiga ega bo'libsiz. Dastlabki xizmat qanaqa bo'ladi endi? Xo'p aka, bizda dastlabki xizmati bor. O'zlaring ham bilasizlar, minimum hamda maksimum zakazlar bo'yicha dastlabkilar bor. Dastlabkamiz vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabkilarimiz bor. Yetkazib berilaveradi. Yetkazib berilaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'lmasa aka, keling, korxonani ko'rdik, juda ham chiroyli. Ishlab chiqarish joylarni ichkaridan obzor qilib o'tsak, menimcha kuzatuvchilarimizga ham qiziq bo'ladi. Qay holatda, qanaqa tartibda ishlab chiqariladi, afzalliklari, ustunliklari bo'yicha ishlab chiqarish jarayonini gaplashaylik qisqasi. Albatta. Qiziqarli, shaxsan o'zimga ham qiziq. Bo'ladi. Yodgorbek aka, bu yerda bolalar tennis o'ynab turishadimi? Xo'p aka, bizning korxonamizda musobaqalar uyushtirib turamiz. Gap yo'q. Hozirgi kunda shashka ili tennis musobaqalari bo'ladi. Xodimlar o'sha bo'shagan vaqtda o'z raqiblari bilan o'ynab, ular sovrin bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarga. Madaniy hordiq, Madaniy hordiq. Xodimlar kayfiyatini ko'tarish uchun. Zo'r, birinchi o'rinda shu narsa, xodim maza qilib ishlasa, ish samaradorligi, mahsulot sifati ham shunga bog'liq albatta. Aka, ishlab chiqarish liniyasi bu bo'lsa, bu yoqlar nimalar endi misol, oddiy yer maydoni, panellar ham bor ekan, aytmasak. Bu taraflarga xudo xolasa kelajakda ishlab chiqarishlarni qilmoqchimiz. Kattalashtirish. Ularga kattalashtirish maqsadida shu yerlarimizni shu dehqonchilik narsalarni shug'ullanib turibmiz o'zimiz uchun. Kelgusi demak planlar bor. Bu yerga ham yana ishlab chiqarish shunaqa liniyasi qo'yish kerak xudo xolasa. Xudo xolasa qo'yamiz. Gap yo'q. Bo'lmasa aka, yo'l boshlang, bizni ichkarilardan ko'rsataylik. Hop, buni kuzatuvchilarimizga. Bizni omborimiz bu. Ular qo'ygan. Hop, bu yoqda oyoq kiyimlarda. Hop. Yana bitta oyoq kiyimda kiradigan sababi, masalan, bizni mijozlarimiz oziq-ovqat mahsulotlariga ham oladi-yu. Chang ko'tarmasligi uchun, masalan, odam har xil joyda bosib kelib baribir oyoq kiyimni almashtirib olsa, kimgadir yoqmaydi. Kimgadir yoqmaydi. Bo'lib oziq-ovqat mahsulotlari oladigan bo'lsa, zo'r. Aka, sir bo'lmasa, Zarekaplast kompaniyasida qanaqa
kompaniyalar hamkorlik qilishadi? Kimlar o'zi asosan olishyapti aka, zakaz berishyapti? Bizda endi asosan qurilish mollariga olishadi. Hozirgi kunda Ecomaster degan korxonalar bor. Bek bo'yoqlari, Silikol bor. Shu korxonalar bilan ishlaymiz. Endi ko'pchilik bilan ishlaymiz. Aka, siri bo'lmasa, demak, qurilish mahsulotlaridan tashqari yana oziq-ovqatdan tashqari yana kimlar bo'ladi misol uchun? Oziq-ovqat mahsulotlari murojaat qilsa bo'ladi sizga. Oziq-ovqat mahsulotlarida masalan bemalol jiddiy mahsulotlar qo'yishi mumkin. Masalan, hozir bizni Toshkentda mijozlarimiz bor, masalan, torta bor. Tort mahsulotlari uchun vazelin shunaqa narsalar ishlab chiqarishadi. Krem mahsulotlarni chiqarsa bo'ladi demak. Shokolad, shunaqa narsalar bemalol so'raveradi. O'sha Toshkentdagi klientimiz asosan shu oziq-ovqat mahsulotlariga oladi. Demak, qurilishdan travertin, emulsiya, shular bilan asosan Endi litor mahsulotlariga ham solishi mumkin. Bemalol to'g'ri, chunki litor mahsulotlariga ham bizdan asosan klientlarimiz olishadi. Masalan, bizni paqirga ehtiyoji bor odam masalan bemalol olib turib o'sha mahsulotni sinab ko'rishi mumkin. Masalan, yaqinda Qirg'izistonda taklif chiqdi. Mayonez mahsulotlari bor, hammamiz iste'mol qilib kelamiz. Shu mayonez mahsulotiga bizni paqirimiz o'lchami ma'qul keldi. To'g'risi hozir hamkorliklarimiz qolib, anaqa qilyapti. Xudo xohlasa yaqin kunlarda yo'l qilib turib shartnoma qilamiz, xudo xohlasa. Qirg'iziston deysizmi? Qirg'iziston bilan. Qirg'iziston bilan. Zo'r. Mayonez solmoqchi, oziq-ovqat mahsulot. Endi aka, men zakaz qiladigan bo'lsam, buyurtma qiladigan bo'lsam, buni misol rangini bemalol tanlasam bo'ladimi? Qanaqa rangdagi misol mahsulotni zakaz qilsak bo'ladi o'zi? O'zi hozirgi kunda aka bizni zakaz korxonamizda 16 turdagi ranglar ham mavjud. Undan tashqari masalan hamma tadbirkorning o'ziga yarasha ideyasi, o'ziga yarasha fikrlashi bor. Masalan, bizda rang, masalan, o'zi tanlagan rang bizda yo'q bo'lsa, o'sha rangdan bizga namunami yoki biror rasmni tashlab bersa, o'sha rangni topib turib, o'sha rangdan chiqarib beraveramiz. Biz hozir ehtiyojiga qarab turib. O'zimizda bor narsalarni, rasmlarini, namunasini beramiz. Ma'qul kelsa, bemalol zakaz qiladi, chiqarib beraveramiz. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Gap yo'q. Bu yoqda nimalar bor endi aka? Katta zal, bir ombor bo'lsa kerak-a? Nari tarafda o'sha sifat nazoratdan o'tgandan so'ng omborga olib kelib, shu yerdan mijozlarga tarqatiladi. Zo'r. Aka, salafanlarga o'rab qo'yibsiz. Nimaga endi? Ehtiyot chorasigami yoki haligi gigiyena jihatdanmi bu salafanlarga o'rab qo'yilgan? Xo'p, asosan bu narsalar o'zi chang bo'lmaydi, chunki tovarlar almashib turadi. Masalan, qurilish mollariga borsiz, ko'p joylari chang bo'ladi, endi iloji yo'q, chang bo'lib turadi. Shuning uchun paqiri chang bo'lmasligi uchun, mijozga o'sib solgan mahsulot mijozga chiroyli yetib borish uchun, shunday oladi, sizlar soladi, jo'nataveradi. Chang bo'lgan joyda chang bo'lmaydi. Tozalikka ham albatta e'tibor berasizlar. Chunki oziq-ovqat mahsulotlarga olishadi bizda. Shu ichiga chang o'tirib qolmasligi uchun. Ularda birinchi o'rin tozalik, tozalik birinchi o'rin turadi. Zo'r gap yo'q. Aka, bu yerda qora paqirlar ham bor ekan. Bu qanaqa, yelin paqirmi yoki boshqacha paqirmi? Plastik ishlardan. Bu qora paqirlarimiz oq paqirlarga bemalol raqobat qilinadi, sifati bo'yicha. Endi mijoz talabi shunaqa bo'lgan, shuning uchun qora paqirlar ishlab chiqaryapti. Buyuk masofaga qora qilib bering deyishgan o'zi. Masalan, litor mahsulotlar qora soladi, ili shu qurilish mollari, emulsiya, travertinchilar qora paqir ham so'rashadi, shuning uchun qora paqirni ham qo'yib qo'ygan. Demak, bu ham unikalni ajrab turish maqsadida shunaqa tanlashadi, to'g'rimi? Shunaqa. Endi aka, bitta savol tug'iladi. Hozirgi paytda zamon tez rivojlanyapti, raqobatchilar ham bo'lgan sari ko'payib ketmoqda. Xususan travertin bo'ladi, emulsiya bo'ladimi, oziq-ovqat sanoati bo'ladimi? Sizlarda misol uchun shaxsan men zakaz qiladigan bo'lsam, buyurtma beradigan bo'lsam, paqirimizga misol hozir ko'ryapman, ko'p bir xilroq. Brendlashtirish kerak. Chunki odam tanlashi qiynaladi mahsulot ko'payib ketgandan keyin. Qaysi birini olishni, qaysi rangdagisini, misol uchun bilishmaydi. O'shanga shunaqa xizmatlar ham yo'lga qo'yildimi aka? Brendini yopishtirib berish, logotip qo'yib berish, o'zimizning shaxsan brendimiz yoki shaxsan menga tepasi qop-qog'i sariq, pasti oq yoki qizil bo'lsin desam, o'zimda taklifim shunaqa misol, shunaqa tartibda ham qilib bera olasizlarmi? Xo'p aka, siz yaxshi tushundim. Bizda shunaqa takliflar bo'ladi, shunaqa mijozlarimiz ham bor. Mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, paqiri oq, qop-qop soplari siyoh rangda. Shunday mijozlar bor oladigan, ularga qilib beramiz bemalol. Masalan, ko'pchilik aytadi, komplekt holatda qilib bering deyman, unga o'xshab masalan bir holatda bir xil bo'lsin deydi. Bir xilgilari qop-qop bilan sopini qilib bering deydi. Buni qilib bering degandan maqsad mahsulotga etiketkasi bor. Etiketkaga moslaydi. Mos bo'lishiga, logotipiga. Logotipiga moslaydi. Keyin ko'p mijozlar yangi ish boshlayotganlar bo'ladi, masalan, brendini tanishish kerak bo'ladi. O'shalar ham mana etiketkasini tashlab bering deymiz, biz sizga forma taklif qilamiz deymiz. Chunki masalan, yangi ishlab chiqaruvchida har xil muammolar bo'ladi, bunga bor bo'ladi. Demak, o'zidan chiqarib beraverasiz. Xo'p, Yodgorbek aka,
Demak, tushunishim bo'yicha mahsulot zakaz qiladigan bo'lsam, kelasi yildan o'zimizni etiketkalarimizni olib keladigan bo'lsam, o'zi yopishtirib, uchmaydigan chiroyli holatda qilib urib beraverasizlar, misol uchun, logotiplar bilan. Hozir siz aytayotgan etiketka aymen etiketka deyiladi. Xudo xohlasa shu turisda hozir ish olib boryapmiz. Xudosi aniq bo'ldi. 2026-yildan xudo xohlasa aymen etiketkani urib berish xizmati yo'lga qo'yiladi. Gap yo'q. Bu xizmatlardan bemalol ko'ngil to'q qilsa bo'laveradi. Chunki savol tug'iladi ko'pchilikda, shu shartmi o'zi, oddiy ham bo'laveradi deysiz. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Shunaqa mijozlar ham bor aka. Oddiy quruq paqir bilan logotipli o'zini brendi qo'yiladigan bo'lsa, qay darajada sifat o'zgaradi? Sotuvga qanaqa ahamiyati bor, misol? Nima deb o'ylaysiz? Endi hozirgi kunda o'sha ishlab chiqaruvchilar asosan etiketka bilan chiqarishadi. Etiketka bilan chiqarishadi. Endi har xil etiketkalar bor. Masalan, o'zingiz ob-havo sharoitlarida masalan oddiy etiketkalar bor, yoki shuni yopishtirib qo'yiladiganlari bor. U narsa masalan yomg'ir tegsa, masalan quyoshda ko'proq o'tirib qolsa yoki tushib ketadi yoki rangi o'zgarib ketadi. Shuning uchun hozirgi talabga e'tibor beradigan bo'lsak, aymen etiketka boshqa ma'qul kelyapti. Bu narsa zavodskiy holatda chiqadi. Bilan yomg'ir yog'ishi bor yoki chaymib bo'lsa, namlatida artishlari bor. O'sha paytda etiketga ziyon yetmaydi. Demak, quyoshda ham turadigan bo'lsa ham, rangi o'zgarib, sarg'ayib, ko'chib ketish holatlar bo'lmaydi. Unda zo'r sifat. Chunki odamlar shaxsan men o'ylashimcha, etiketkani ham qadog'iga, bor yo'qligiga, logotipiga bormi yoki yo'qmi? Va chelakni baquvvatligiga, qancha ko'tarib olishiga, sifatiga ham, rangiga ham e'tibor berishyapti. To'g'ri, to'g'ri. Xo'p, bo'lmasa aka, bu ombor qismi aka. Ya'ni tayyor bo'lgan mahsulotlar birinchi shu yerda to'planadi va shu o'rikta viloyatga mijozlarga shu yerda tarqaladi. Chiqarishdan chiqarib yuboriladi. Zo'r. Aka, bu yoqda yana qanaqa liniyamiz bor aka? Bu yoqda asosan ishlab chiqarish bor. Mahsulotlar ishlab chiqarish. Xo'p. Qani? Bismillah. Bu yoq tomon sex, siz orqangiz tarafdagi tayyor mahsulot mana shu yoqqa teriladi. Shu yoqqa terilib turib, sifat nazoratidan o'tib, keyin omborga olib kelinadi. Sifat nazorati qanaqa endi? Nima degani endi? Nima qilinadi sifat nazorati? Masalan, sifat nazorati asosan ishlab chiqarish jarayonida o'tkaziladi. Masalan, bu paqir chiqayotgan bo'lsa, har 10 tada grammlari, qalinligi o'lchab xodimlar tomonidan o'lchab, grammlari ham o'lchab, tekshirib boriladi. Ila demakda omborchi o'zi bir qator sinov usullari bor. O'shani endi omborchi o'zi yaxshi biladi. Shu bir qator ko'radi, taroziga qo'yib ko'radi ham. Sifatlarni bir qator tekshiradi. Sifat nazorati o'tgandan keyin omborga olib kiradi. Agar o'tmasa, shu yerda qoladi, o'sha chorasini ko'rishadi. Yana qayta tozalash ishlab bo'ladi. Bo'ladi. Zo'r, gap bo'lishi mumkin emas aka. Men rahmatullo bo'lsam sizga ishlab chiqarish jarayonini ko'rsataman. Bo'ldi, qani aka? Yo'l boshlaysiz. O'zingiz ham ulardan aka? Boshlang. Bismillahirrohmanirrohim. Bizning mahsulotlar mana shu stanolarda chiqadi. Mana misol uchun mana shu stanogimizda 3 litrlik paqirimiz hozir chiqyapti mana. Termoplast apparat ekan bu? Termoplast stanogi. Xitoydan keltirilgan. Aka, hozir necha litr paqirlar bular ishlab chiqarilyapti aka? Unda 3 litrlik paqir chiqyapti hozir. Hozir 3 litrlik paqir chiqyapti. Keyin masalan boshqa paqirlarimizni top-top ma'lum qismlari ham shuni o'zi chiqarsa bo'laveradi. Qolipini razmeriga qarab turib, stanog o'zgaraveradi. Gap yo'q. Bitta ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishlar bizga ham qiziq bo'lsa kerak. Qani? Ishlab chiqariladi. Gap yo'q. Hatto xavfsizligi ham bor. Masalan, hop, eshikni ochiladi hozir. Ochgandan keyin mahsulotni olib eshikni yopmangacha qolib yopmaydi. Eshik maka kelib qadalgandan keyin stanok buyruq beradi qolipni yopishga. Keyin ishlashni boshlaydi. Ko'pchilik masalan eshiklarni olib qo'yib ishlaydi, bu xavfliroq. Chunki paqir borishi bilan qachon yopib yuborishini bilmaydi. Sraz yopib yuborishi mumkin. Katta issiq harorat bor, to'g'rimi? Shuning uchunmi? Yo'q, issiq harorat yo'q. Bu eshik yo'q bo'lsa, qolib qolagan payt yopib yuboradi. O'shanda biz eshikni olmaganmiz. Masalan, to'g'ri, eshikni olib qo'yadi, ishlab chiqarish jarayonini tezlashtirish uchun. Lekin bizning xodimlar xavfsizlik birinchi o'rinda. Chunki o'shanda eshikni olmaganmiz, yopmagungacha ichkarida qoliplar yopmaydi. Chunki katta bosim bilan yopadi qolipni. Zo'r, birinchi o'rinda xavfsizlik. Xavfsizlik, xodimlar xavfsizligi. Tushunarli. Xo'p, aka, bu yerda hozir bunaqa apparatlardan ko'p ekan. 4 ta bor ekan-a o'zida? Yo'q, hozircha 4 ta. Xo'p, Yodgorbek aka, bu yerda faqat paqirchilik mahsulotidan tashqari yana qanaqa xizmatlari bor, qanaqa mahsulotlar ishlab chiqarsa bo'ladi aka bu yerda? Xo'p, endi asosan bizda o'zimizni mahsulotimiz paqir hisoblanadi. Bundan tashqari usluga xizmatlari ham mavjud. Usluga xizmati qanaqa bo'ladi aka? Tartibi qanaqa? Usluga xizmati
birorta qolipi bo'ladigan masalan siz ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz, birorta plastmas uyingizda qolipi bor deylik, lekin stanogingiz yo'q quygani. Xuddi o'sha qolipi bor tadbirkor bilan gaplashib, masalan biz stanomizga tushadigan bo'lsa o'sha qolipi kelishib turib quyga sifatida quyib beramiz. Xizmatni ko'rsatamiz. Yo'q, gap yo'q. Demak, misol uchun men o'zimga maxsus idishim bor. O'zimni qolipni Xitoydan olib kelganman. Qolip bilamizki, u ham kamida 2-3 ming dollar atrofida bo'ladi. Shunaqa. Kamida. Lekin mana bunaqa ishlab chiqarish liniyasini yo'lga qo'yish uchun bilmadim, bitta apparatni o'zi hozir 70 ming, 80 ming dollar atrofida bo'ladi. Xitoydan olib keltirish, uni rastam boshqasi, Shunaqa. ishlab chiqarish liniyasi xodimlarga albatta oylik berish kerak. Soliq, zapchasiga boshqa o'tirmayman, lekin qolipni olib kelaman. Stereo ham bor, ishlab chiqarish liniyasi ham bor, chiqarib beramiz. Chiqarib beramiz. Zo'r gap yo'q. Anchagina hali ishimiz oson bo'lar ekan. Rasxod ham anchagina qisqaradi. Qoliplari ham shu yerda turaveradi. Chiroyli qilib, o'sha ish tugagandan keyin chiroyli qilib, bolalar so'z holatga ishlar jarayoniga tayyor qilib, chetga chiroyli qilib olib qo'yish. Demak, yana kerak bo'lib qolgan paytda yana zakaz beramiz, chiqarib beraveramiz. Quyib berilaveradi. O'zimizning brenddan misol uchun. O'zimizning paketga bosib beriladi. Zo'r. Yodgorbek aka, demak, usluga xizmati ham yaxshi darajada. Yana qanaqa xizmatlar bor uslugaga misol uchun hamkorlik qilishimiz uchun qanaqa bir sabablari bor ekan sizlarning? Masalan, siz qolipni olib kelgan bo'lsangiz, masalan, mahsulot quydirib bo'ldingiz. Lekin masalan, sizdan xotinga mahsulot ishlab chiqarasiz-da. Siz mahsulot chiqarildi, masalan, qo'yilgandan keyin masalan o'zimiz sotib yubormaymiz, sotilmaydi, narsa qoladi. Kelgan mijozga ham ko'rsatilmaydi bu narsa. Faqat siz mahsulot tayyor bo'lgandan keyin bizda mashinalar o'zimiz bor, xizmat mashinalarimiz bor. Hozir dastlabki qilib bera olamiz. O'zizga olib borib beramiz, soat o'zingiz sotasiz. Masalan, bizda biz o'z kelin kelib qolsa, masalan, ko'rsatib shunaqa narsalar yo'q. Sizning mahsulotingizmi faqat sizniki bo'ladi. Demak, kompaniya ma'lumotlari ham, informatsiyalari sir saqlanadi. Sir saqlanadi. Boshqalarga ochlanmaydi. Ochilmaydi, aytilmaydi. Zo'r gap yo'q. Eng asosiysi shunisi kerak edi. Zo'r aka, keling bo'lsa, ushbu faqir mahsulotlarimiz asosan mana shu stereo deyiladimi? Stereo deyiladi. Keling, stereo haqida ham kuzatuvchilarimizga qisqacha ma'lumot berib o'ting. Shaxsan o'zim ham stereo menga yangilik. Endi shu ishlab chiqarish korxonalarini obzor qilish, ommaga ko'rsatish jarayonida tushuncha bo'lib paydo bo'lyapti. Ozgina ma'lumot berib o'tsangiz aka, qanaqa stereo ishlatasiz va qanaqa sifatdagi, nima uchun aynan shu stereodan ishlatasiz? Xo'p, bizning xomashyoimiz asosan 1561 markali oliy navli stereoda ishlatiladi. Buni ishlatishimizga sabab faqirni mustahkamlikni oshirib beradi. Birinchi o'rinda oshirib beradi. Toza plastmassa bo'lib chiqadi. Sababi masalan bu stereo masalan ko'rib turibsiz. Stereolarimiz faqat stereoda o'zida quyiladi. Stereoda o'zida quyiladi, hech narsa qo'shilmaydi. Nima buni ichiga nimadir qo'shish ham kerakmi o'zi aka? Yo'q, bu ko'rib turgan rangli narsalar mana bu tarafda chiqayotgan faqat rangi bu narsa. Sariq, sariq. Bu hozir qanaqa rang bo'lib chiqadi? Hozir har xil oq ham bor, sariq donachalar ham bor, lekin xuddi machagani doriga o'xshagan. Bu stereoga bu ranglantirilgan, xuddi shunaqa holatda tayyor mahsulot bo'lib chiqadi mana. Shundan hozir shunaqa apelsin rang bo'lib chiqadi. Shunaqa bo'lib chiqadi. Gap yo'q, zo'r. Hozir ko'pchilikda masalan stereoga har xil narsalar qo'shishadi. Ko'pchilik masalan grammni og'irlashtirish uchun, qalinlashtirish uchun qo'shiladi. Endi bu narsa faqirni mustahkamlikni yo'qotadi. Lekin og'irlashadi, hajmi og'irlashadi, qattiq bo'lib turadi. Lekin masalan quyoshga chidamsiz bo'ladi. Masalan, qo'ldan balandroq joylarni chiqib ketadigan bo'lsa, demak, chelakda misol yorilib ketishi, bu bog'ich uzilib ketishi o'sha gram og'ir, lekin sifati ancha pasaygan demak shunaqa. Endi har xil bunaqa moddalar bor, masalan, kalsiy degan narsalar bor. Bu narsani qo'shadigan bo'lsa, faqirda gram og'irlashadi. Qattiq turadi, lekin sifati tushib ketadi. Masalan, ko'pchilik bizda emotsiya terapiyachilar bo'ladigan bo'lsa, Farg'onada ishlab chiqaruvchi voha tomonga narsa yuk jo'natadi. Jo'natganda yo'lda masalan sakrash hisobiga yorilib ketishi mumkin. Shu masalan ko'pchilik qo'shadi, shuning uchun hali faqir mustahkamlikni yo'qotadi. Lekin arzonga uchaman deb ancha qimmatga tushishi ham mumkin ekan, demak. Mumkin. Demak. Bo'ldi aka, bizga shunaqa mahsulotingiz sifatli deyapsiz, sifat darajasini o'lchab beradigan bir real jarayondagi videolaringiz bo'lsa, shu video jarayonni qo'yib yuborsak bo'ladimi aka? Bo'ladi. Misol sinab ko'rgan, haqiqatdan misol sifatini tekshirib ko'rgan, tashlab yuborgan misol videolaringiz bor, sifatini ko'rsatib bera olamiz deyapsiz. O'shalar ko'rsatib qo'yib yuboramiz video jarayonida. Ya'ni misol uchun ko'rayotgan inson, kuzatuvchi real misol uchun qanaqa mahsulot olayotgan, qaysi kompaniya bilan, qanaqa korxona bilan hamkorlik qilayotganligini ko'rib, rostdan ishonch hosil qilsin aka. Bo'ladimi shunaqa qilsa? Bo'ladi. Ular taqdim qilasiz video jarayonida. Videodan keyin beramiz.
Xo'p, Yodgorbek aka, yana bitta asosiy savolim bor edi. Aynan Zareko Plus kompaniyasida nima uchun sizdan xarid qilish kerak? Nima uchun hamkorlik qilish kerak? Shaxsan ishlab chiqarishi bor, travertin, emulsiya, yog' mahsulotlar ishlab chiqaradigan, oziq-ovqat mahsulotlarida ishlab chiqaradigan korxona bo'ladigan bo'lsa, nima uchun siz bilan hamkorlik qilish kerak? 5 sababni ko'rsatib bering, siz bilan hamkorlik qilishim uchun. Birinchi o'rinda sifatli xomashyo tanlash, sifatli xomashyo tanlash. Ikkinchi o'rinda sifat nazorati. Uchinchi o'rinda masalan mijozlarimiz boya aytib o'tganimdek, o'zining logotipga rangli mahsulotni tanlaydi. Istagan rangini, masalan bizga namuna bersa bo'ldi, o'sha rangni topib chiqarib bera olamiz. Xolacha qopqoq hisobini qorachaman va holatda, komplet holatda chiqarib beramiz. Endi sifat deganim sababi masalan bu hozir chiqayotgan zakazimiz Tojikiston davlatga chiqib ketadi, qo'shni davlatga. Tojikistonga ketyapti hozir. Tojikistonga ketyapti bu. Biz o'zimiz mijozimiz, anchadan beri ishlaymiz. O'sha tanlagan sababi bizning sifatimiz unga yoqqanligi uchun bizdan yil davomida ishlab kelyapti. Xudo xolasa. Yana qanaqa afzalligingiz bor? Dastlabki xizmati bormi? Qanaqa xizmatlar bor yana? Hop bizdagi dastlabki xizmatlari ham bor. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabki xizmatlari bor. Agarda uzoqroq joyda, masalan, Voha tomonlardan ham zakaz bo'ladigan bo'lsa, o'zaro klient bilan kelishgan holatda, demak, shartnoma asosida yetkazib berish xizmatlari ham ko'rsatilaveradi. Kelishilgan holatda chiqarib beriladi. Undan tashqari, masalan, zakaz qilgan kundan boshlab birinchi o'rinda mahsulotni vaqtida chiqarib berish, ikkinchi o'rinda mahsulotni vaqtida yetkazib berish. Bu ham albatta ishlab chiqarish korxonasi bor tadbirkor akalarimiz uchun bu tezlik, vaqtida olib borib berish ham muhim rol o'ynaydi. Juda muhim rol o'ynaydi. Chunki masalan, siz ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz, bunga mahsulotingizni solib chiqarib yuborish uchun mijozga ma'lum bir kunda aytgan bo'lasiz. Chunki bari hisobini olib. Masalan, bu narsa zanjirga o'xshab bog'liq deb o'ylayman. Sababi siz o'sha klientga va'da bergansiz, va'da berganingizdan keyin biz faqirni vaqt yetkazib bermasak, o'zingiz mijozga ham yuk kechikib boradi. Siz avtomondan boshqa o'tib ketishga ham mumkin klientingiz. Mijozga yo'qotish ham mumkin. Ochiqdan aytgan daromaddan qolib qolishingiz mumkin-da. To'g'ri. O'shaning uchun yetkazib berish xizmati, tayyorlab berish xizmati bizda yuqori darajada qo'yilgan. Juda ham yaxshi. Ya'ni vodiy bo'yicha aytilgan muddatda, aytilgan sonda, misol uchun kelishgan holat albatta yetkazib berish birinchi o'rinda turadi. Birinchi o'rinda turadi. Zo'r, gap yo'q. Yana qanaqa afzalliklar bor aka siz bilan hamkorlik qilishimiz uchun? Bu endi afzallik tomonlari mijozlarimiz to'lov masalasida ham ko'p aniq bo'ladi. Xudo xolasa klientlarimizga to'lov usullari ham istagan holatda to'lovlar qilishi mumkin. Hozir mana yana ustunnliklarimizdan biri aymen etikasini urib berish ro'yxatga qo'yapmiz. Bundan maqsad ishlab chiqaruvchilarni yengillik qilish. Hozirgi kunda masalan etiketga olib kelib, unga kleyni olib kelib, surkab bitta ishchi o'shani yopishtirib o'tiradi-da. Bu ham qo'shimcha rasxod-da o'sha rasxod, vaqt oladi-da bu narsa. To'g'ri. Bizda xudo xolasa etiketkani qo'yyapmiz. Etiketka shunday urilgan holatda boradi. Ichiga mahsulotni soladi, sotaveradi. Gap yo'q, zo'r. Xo'p, aka, faqat chiriklarda misol uchun razmerlarini aytib o'tgandingiz, necha litrliklari bor? Kuzatuvchilarimizga ham yana batafsil tushuntirib o'ting aka. Hozir bizda 5 kg o'lchamdagi paxtalarimiz bor. 3 litr, 7 litr, 11 litr, 16 ham 18 litrlarimiz. 18 litr. Bizda mavjud. Xo'p, asosan aka travertin chiqaradigan akalarimiz qaysi aqllardan ko'proq buyurtma berishyapti? Endi hozir bizda travertin emulsiya chiqaradiganlar 3, 7, 16 litrli paxtalarimizdan olishadi. Asosan ko'proq ob'yemda ketadigan, lekin qolganlaridan ham olishadi. Yili attachment ishlab chiqaradiganlar 3 litrli bilan 7 litrli hamda 11 litrli paxtalarimizdan juda ko'p olishadi. Chunki attachment mahsulotini nima deydi? Shunga mos ko'rishyapti. Juda ham yaxshi. Oziq-ovqat sohasi bo'yicha necha litr ko'proq yaxshi ketyapti aka? Oziq-ovqat sohasidagi tadbirkorlar ishlab chiqarishi bor akalarimiz, opalarimiz. Endi mahsulotini ishlab chiqarish mahsulotiga qarab endi, masalan, kilosiga moslaydi, masalan, boshqa mahsulotlar uzoq bo'ladi. Endi hozirgi kunda biz ishlab kelayotgan oziq-ovqat mahsulot ishlab chiqaruvchilar 7 litr hamda 11 litrli paxtalarimizdan ko'proq olishadi. Bundan tashqari haligi litol yog' dedingizmi? Ha, litol mahsulotlariga, salidor, shunga o'xshagan narsalarga ham olishadi. Asosan 7-3 litrli paxtalarimizni olishadi. Zo'r. Xo'p, aka, buni rangini bemalol misol uchun o'zini logotipi, o'zini brendidan kelib chiqqan holatda rangini, qopqog'ini yoki mana bu ushlagich qismlarini ham
xohlagan rangni qilib berilaveradi, misol uchun. Brendga kelib chiqqan holatda qilib berilaveradi. Xudo xohlasa chiqarib berilaveradi. Hozirgi kunda mijozlarga o'zimiz ham tavsiya beramiz. Sababi ko'p tadbirkorlar, izlanib turgan tadbirkorlar bo'ladi. Etiketkasini tayyorlab qo'yadi-yu, lekin masalan oq paqirga shuni yopishtirib yuboradi. Oddiy, ha. Oddiy qilib chiqarib yuboradi. Chunki odam ko'z o'rgani bo'lganda. Ha. Endi masalan biz ko'pincha aytamiz, aka siz bizga etiketkangizni menga rasmini tashlab bering yoki bitta namuna bering deymiz, ko'rishib qolsak. Shu etiketkasiga moslab biz dizayn tanlab beramiz, faqat dizayn. Masalan, apelsin ham bo'ladigan bo'lsa, apelsinga etiketka bo'lsa, misroli tushadi. Yoki masalan oq paqirga o'sha etiketkasini yopishtirib turib, etiketkasini ko'ramiz, aka mana bu rang sizga tushadi. Mana shu rangdan bitta qo'yib sinab ko'ring deb obrazdan beramiz bepul. Masalan, yashil rang tushadi deylik etiketkasiga. Qopqoq hisobida yashil qilib turib, mijozga bitta namuna beramiz. Etiketkasini yopishtirib turib, bitta ko'rib ko'radi. Chunki hozirgi kunda masalan ustalar ham ko'p. Magazinga kiradigan bo'lsangiz, cho'g'ga kremni misol keltiradigan bo'lsangiz, cho'g'ga krem desa, xayolingizga qizil idish keladi, to'g'rimi? Qizil idish keladi. Sizga ham masalan travertinchilardan masalan travertin olib ketdimi, travertin zo'r chiqdi deylik, nomini eslab qolmaydi. Esdan chiqib qolishi Esdan chiqib qoladi. Chunki masalan har bitta nomni eslab qolish, masalan, odam har xil ayollar bilan yuradi. Eslab qolish qiyiqroq bo'lib qolishi ham mumkin. Lekin mijozni anaqasida o'ngida travertinni olib kelib surkali yoki bir mahsulotni ishlatib ko'rdi, yoqdi, aytadi-da yoki ustaga aytadi. Deydi, bozorda bo'lsang deydi, mana yashil qopqoqli paqirdagi travertinni olsang deydi. Yoki sariq bog'ichlisidan olib kelgan. Sariq bog'ichlisidan olib kelgan deydi. Brend esda qolmaydi, nomi esda qolmaydi, lekin rang odamni esda qoladi. Endi odamni qiziqtirish uchun ham, odam jalb qilish uchun rangli qilish ko'proq tavsiya beramiz. O'sha rangni olish kerak. Masalan, hozir Texnomartda ham ko'rsangiz, boshqacha nom bilan yulduzcha qo'yib qo'ysa, biling ko'pchilik o'zi ongiga singdirib olgan. Bu Texnomart yoki Korzinkani misol ko'rishingiz mumkin. Hozir misol keltirsa bo'ladi. Demak, tadbirkorlar agar o'zlarining ranglaringda misol uchun brendlab shu bo'yicha brending qiladigan bo'lsangiz ham, o'sha cherakdan boshlash kerak. Chunki odam birinchi mahsulotini sifatini ishlatib ko'rmasdan, tatib ko'rmasdan oldin albatta tashqi ko'rinishiga qarab baho beradi endi. Bu ham rangi ham albatta sotuvingizni oshiradigan instrumentlardan biri hisoblanadi. Chunki odam tanlayotgan paytda rangiga va tashqi ko'rinishiga va birinchi o'rinda sizning mahsulotingizni logotipi, dizayni, telefon raqamlaringiz misol uchun ijtimoiy tarmoqlaringiz, bu yerda QR kodlaringiz bilan chiqarib olib bersa, ularni ham bosib tayyorlab beradi. Bu ham qaysi bir sizni mijozlaringizni doimiy tanlashiga, sotuvlaringiz oshishiga olib keladi. Qopqoq va bog'ichini ham rang-barang qilsa ham misol uchun o'zini brenddan kelib chiqqan holatda qilib beraveramiz deyapti. Bu ham albatta plus bo'ladi. Ya'ni brendingizni izdan chiqib qolgan mijozlar uchun ham o'g'liga ham misol uchun ukasiga ham, uka mana bunaqa borsa o'zi ajrab turadi. Qorada bunaqa apelsini, qopqog'i mana bunaqa oq yoki qora, o'shandan olib kelgan desa, topishi ham oson bo'ladi. Assortiment ko'pki bozorda ham, to'g'rimi? Zo'r gap yo'q aka. Ancha ma'lumotni olyapti o'zimizga ham. Yodgorbek aka, hozir Zal Ecoplast korxonasida faqat paqir mahsulotlar ishlab chiqarilyapti yoki yana boshqa mahsulotlar ham bormi? Shu O'zbekistonga qanaqa bir assortimentdagi mahsulotlarni yetkazib berilyapti? Yana qanaqa mahsulotlar bor bizda? Hozir bizda paqirdan boshqa mahsulotlar ham bor. Mo'stirgichlar bor, paddonlar bor. Buni fotoini sizga ko'rsatib o'taman. Mayli aka, iloji bo'lsa ko'raylik, ularni ham mijozlarimiz, kuzatuvchilarimiz ko'rsa yaxshi bo'ladi aka. Yodgorbek aka, sizga murojaat qilayotgan tadbirkorlar eng katta xatolari nimalar deb o'ylaysiz aka? Endi rahmatulloh, hozirgi kunda tadbirkorlar eng katta xatosi, masalan ishlab chiqarayotgan mahsuloti zo'r, lekin solgan idishi sifati past. Sababi mahsulotni masalan uzoq masofaga jo'natar yoki bozorlarga qo'yib qo'yadi. Bozorlarda o'zimiz analiz qilib yuramiz. Terib qo'ygan bo'ladi, qopqog'i sinib ketgan bo'ladi yoki sop buzilib ketgan bo'ladi. Endi uni ko'rgan odam mana nima deydi, paqirni chataq demaydi-da. Ichidagi ham baho beradi. Ichidagi baho beradi. Tashqi ko'rinishiga qarab turib ichidagi baho berib qo'yadi hozirgi kunda odamlar. O'shaning uchun o'sha tanlashda ham paqirni sifatligini tanlash kerak. Sababi o'sha mahsulot zo'r bo'lsin, zo'r mahsulot tepasida narsasi ham zo'r bo'lishi kerak deb o'ylayman. Eng kerakli o'sha mahsulotda paqir sotib olgandan keyin maza qilib ishlatsin. Yukini bexavotir ketayotganiga o'zi ishonch hosil qilsin. Endi masalan siz ishlab chiqaruvchisiz, masalan meni paqirimni olib bordingiz, sinovdan o'tkazdingiz, haqiqatan zo'r chiqdi, pastdan ishlab kelyapsiz, hech qanday muammo bo'lmayapti, paqir sinmayapti, yorilmayapti, zo'r ishlatyapsiz. Men kelyapman-da, aka,
shunaqasi emotsiya travertini chiqarasiz. Men shu narsani boshlayapman, qaysi paqirdan olishim mumkin deb so'rasam, meni mahsulotim sizga ehtiyoj 100% qondirayotgan bo'lsa, meni mahsulotimni tavsiya qiladi. Lekin masalan, birorta kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, uni paqirini olmaysiz. Masalan, meni paqirim rosa sizga zo'r tushadigan bo'lsa, darrov zaraka bilan paqirini olgan deysiz. O'zlariga tavsiya berishadi. Mahsulotni so'rasam, xohlasin, uzoqqa xohlasin, qo'shni davlatga poyezddami, masalan, furadami jo'nataverasan. Ko'ngil xotirjam yetib boradi. Xotirjam uyga borib ko'paylaychi o'tirasan deydi. Xuddi shunaqa. Ishonchli qo'lga topshir deyapsiz endi. Ishonchli qo'lga topshirgani yaxshi demoqchi. Yaxshi, zo'r gap yo'q ekan. Endi hozirgi kunda emotsiya, travertin, atajan to'g'ri ishlab chiqaruvchilarda eng katta xatosi shunda, shunday e'tibor bermaslikda. Rahmatulloh. Rahmatulloh, mana shu bizni hozirgi yangi mahsulotlarimiz. Hop. Kimga masalan shu mahsulotlarimizga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishaveradi. Zakazga qarab yetkazib beramiz, xudo xolasa. Bularga bir boshdan obzor qilib tushuntirib bersangiz, qanaqa afzalligi, qanaqa ranglarda chiqib yetkazib berasizlar misol uchun, shular bo'yicha ma'lumot bersangiz aka. Xo'p, bu ko'rib turgan narsalarning musulniy idishlar hisoblanadi bular. Bularda ham har xil ranglari mavjud. Demak, hozir asosan 4 xil rangdan yetkazib beriladi, mijozlarga. Yetkazib beriladi. Zo'r. Bu tarafda balonlari ham bor. Masalan, to'kka baqa-baqa yurgizadigan bo'lsa, balonlari ham bemalol tortib turib. Yetkazib berish. Balonlari ham yumshoq, bemalol. Demak, bemalol. Yetalagani ham qulay. Oxir bo'lsa ham yosh katta insonlar ham olib ketsa bo'lar ekan bemalol. Bemalol yetalab yuraveradi. Zo'r gap yo'q. Bularga savdo komplekslari bor, do'koni bor, ha? Misol uchun, hozirgi paytda bog'chalar, maktablarga, universitetlarga ham qilsangiz, chiroyli, akkurat turar ekanda bu. Akkurat turadi. Zo'r. Xudo xolasa, buni sotib oladigan bo'lsa, bonusiga paketlarni qilib beramiz. Ichiga qo'shilsa salafonlarga. Ichiga solinadigan paketlarni qilib beramiz. Zo'r gap yo'q aka. Xo'p, aka, bu necha litr sig'imi sir bo'lmasa, necha litr sig'imdan chiqaryapti hozir bu? Bu hozir realniy bori 240 litrlik bu, o'z qo'lingizda ushlab turganingiz. 240 litr. 240 litr. Aha. Uncha katta bo'lmagan. Masalan, bemalol aqabaqa surash imkoniyati bor. Qo'shimcha kuch kerak emas-da. Bir kishi bemalol sudrab, bemalol misol uchun balonlari ham bor. Olib ketsa bo'lar ekan. O'tirmaydi siz ishda. Yaxshi, zo'r. Xo'p, aka, ushbu mahsulotlarimiz misol uchun O'zbekiston bo'yicha qiziqdi, biz buyurtma bermoqchi. Yetkazib berish xizmatlari qilib berasizlar. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda zakazga qilib beramiz. Endi yashil mahsulotlar aka, bular asosan kimlar xarid qilyapti aka? Bu kimlar uchun mo'ljallangan? Bu yashillar asosan meva mahsulotlariga, endi sabzavotlarga, masalan, mevalar deganda olma, sabzavotlarga, karam qilmoqchi bo'lganlarga, uzoq yo'l jo'natmoqchi bo'lganlarga shu yashillarda ham xudo xolasa bizda bor. Necha razmerlari bor? O'lchami qanaqa endi bularning yashillarning? Har xil o'lchamdagilari bor. Ehtiyojiga qarab aytsa, xudo xolasa qilib beramiz. Zo'r. Bu yerda paddonlar ham ko'ryapman aka. Paddonlar ham bor. Plastik paddonlar. Plastmassa. Nima uchun plastmassaga ko'proq ko'rganmiz? Taxtadan bo'ladi paddonlar. Bu plastmassa ekan. To'g'ri, taxtadan farq bor chunki. Nima afzalligi bor taxtadan ko'ra plastmassa o'zi? Arzon plastmassa bo'lsa, masalan, doimiy ishlatsa bo'ladi buni. Belgilangan miqdorlari bor. Bir xillar 3 tongacha, bir xillar 5 tongacha bemalol yuklar ko'tara oladi. Plastik bo'lgani sababi, masalan, atroflarda masalan sinib ketib qolmaydi. Masalan, taxtalarda biroz ko'p joylar ko'chib ketib qoladi. Baqa mayli, tor joylarga kelib qolsa urilganda, baribir taxtada u narsa sinib ketib qoladi, lekin bu masalan sinmaydi. Masalan, bemalol shu kararada ko'tarib, mahsulotni olib bemalol yuklashga ham udobli. Bundan tashqari, masalan, farmatsevtika, gigiyenik jihatdan masalan, oziq-ovqat mahsulotlarida ustiga qo'ymasa taxta paddonlarga ruxsati yo'q. Chetga eksport qilish uchun masalan, gigiyenik mahsulotlardan, masalan, oziq-ovqat mahsulotlari, farmatsevtika bo'yicha o'sha asosan o'shalar ishlatadi. Toza akkuratni borishi ham kerak ekan, to'g'ri chetilgan sog'lik. Og'ir ekan buni ham. Zo'r gap yo'q aka. Hoppa. Yaxshi. Xo'p, bu yoqda endi o'z mahsulotlari endi aka. Bu yoq tomonda asosan o'zimizni ishlab chiqargan paqqalarimiz. Eng hadda o'tadigan mahsulot terib qo'ygansizlar misol uchun. Bizda bor o'lchamdagi paqqalar shu yerda kelgan mijozlar bemalol chetdan ko'rib, mahsulotlarni tanlab, masalan, rangli bo'lsa, ranglarni bu qatorda abraziz qilib qo'yganmiz, ko'rib, tanlab bemalol ko'rishlari mumkin. Kichik showroom ham qilgan ekansiz-da, qulay bo'lishi uchun mijozlar bemalol ko'rish uchun qo'yganmiz. Bu temir sopli ichkarida ko'rmadingiz aka? Xudo xolasa buni ham yo'lga qo'ydik. Bu mahsulotlarimiz bizni sotuvimizda bor. Endi hozirgi kunda
talab temir hisoblarga talab kuchayyapti. Chunki eksportniy variant hisoblanyapti bu. Mijozlar talabiga qarab shu mahsulotlarni ham sotish yo'lga qo'ydik. Gap yo'q. Ularda ham bor. Xudo xolasa mana bunaqa ketga xizmatlari ham yo'lga qo'yiladi. Zo'r gap yo'q ekan. Xo'p, Yodgorbek aka, aynan o'shu videomizni oxirigacha ko'rgan kuzatuvchilarimizga, tadbirkor akalarimiz, opalarimiz uchun atechonta chiqaradimi, misol uchun travetin chiqaradimi, emulsiya chiqaradimi, oziq-ovqat sohasi bo'yicha nimadir mahsulot chiqaradigan aka opalarimizga videoni oxirigacha ko'rganlarga bonus beramiz deganmiz, chegirmalarimiz beramiz deganmiz. Agar buyurtma beradigan bo'lsa, nima imkoniyat va bonuslar qilib berasiz aka? Xo'p, ko'proq zakaz qilgan mijozlarga mahsulotimizdan qo'shib beramiz. Ko'proq zakaz qilgan mijozlarga. Undan tashqari Zarika Plus logotipi tushirilgan qimmatbaho sovg'alarimiz bor. Uni ham qo'shib beramiz. Ili doimiy mijozlarimizdan ko'proq zakaz qilishsa, undan tashqari maxsus sovg'amiz bor. Uni ham qotib ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Muhammad Qodir olib chiqingda sovg'ani. Sovg'alar ham gap yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Qur'on kitoblar, komplektida. Joynamozlari ham bor. Gap yo'q, qani. Joynamozlari bilan zo'r gap, Zamzam suvlari. Bu ham mijozlarga beriladi, doim mijozlarga. Doim mijozlarga beriladi. Yashang gap yo'q. Undan tashqari brend tushirilgan misol uchun maxsus qimmatbaho sovg'alar. Hop, bu ham mayli aka, yana bir ozgina bir erkalaylik. Yana kattaroq hajmda xarid qiladigan bo'lsa, misol uchun aka, 20 mingta, 50 mingta misol uchun maxsus sifatli cheriliklarga zakaz qildi, misol buyurtma qildi. Unaqa mijozlarga mana bu yangi mahsulotlarni misol uchun beriladi. Misol uchun ularning ham korxonasida musor to'planadi, ishlab chiqarish nima bo'ladi, musor bo'ladi. Shunga musor cheriliklardan ham misol uchun beramiz, misol uchun paddonni misol uchun 20 mingta, 50 mingta zakaz qiladigan bo'lsa ekan. Xudo xolasa bonusiga misol uchun bepulga zakaz qiladigan bo'lsa, ashlardan bittasidan qo'shib beramiz. Bepulga. Bepulga qo'shib beramiz. Korxonasining oldiga qo'yib qo'yadi. Chiqindi ham misol bizning korxonamizni eslab misol uchun yaxshi niyatda misol uchun bonusiga yomon emas misol uchun. Bemalol o'zingiz misol uchun yosh boladan 7 yoshda 70 yoshgacha yetalasa bo'ladi, yetala oladi misol uchun bemalol. Korxonangizga qo'yib qo'ysangiz bo'laver ekan. Zo'r. Agar paddona misol uchun ko'proq xarid qilgan bo'lsa, hozir kerak bo'lsa misol uchun klient ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, yangi misol uchun sotuvdagi mahsulotlaringiz bo'yicha, to'g'rimi? Sotuvdagi mahsulotlar. Yangi sotuvdagi mahsulotlardan ham agar 20 mingta misol uchun 50 mingta oralab misol uchun buyurtma qiladigan bo'lsa, ushbu maxsus sotuvdagi chelilardan, paddonlardan ham qo'shib berilaveradi bonusiga va O'zbekiston bo'yicha dastavkalar bor. Dastavkalar bor. Vodiy bo'yicha lekin katta hajm olganimizda bepul. Shunaqami? Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastavkalarimiz ko'proq zakaz qilganimizda bepul o'tkazib beramiz. Undan tashqari bonuslardan tashqari produktingizni misol uchun logotipingizni etiketkangiz bo'lsa, uni bosib beradi va aytilgan muddatda, aytilgan sonda aytgan joyingizga yetkazib berish xizmati ham bor. Bunaqa imkoniyatlarni, bunaqa bonuslarni faqat Zar Ecoplus'da topishingiz mumkin. Xo'p, aka, sizga aloqaga chiqish uchun, batafsil ma'lumot olish uchun, soni, sifati, yana ham ko'proq ma'lumot olaman degan insonlar qayerga, qanday bog'lanish kerak? Shular bo'yicha ham aytib o'tsangiz. Xo'p, zavodimizga tashrif buyurmoqchi mijozlar bo'lsa, biz joylashgan joyimiz Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, Do'stlik qishlog'iga bemalol kela oladi, kelishaveradi. Undan tashqari videoda pastdagi nomerlar qo'yiladi. Shularga bemalol sotuv menejerlariga aloqaga chiqadi. Maxsus bonus chegirmalar, narxlari, misol turlari bo'yicha, mahsulotlar bo'yicha batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Doimiy hamkorlarga, doimiy mijozlarga maxsus chegirma bonuslar, qimmatbaho sovg'alar ko'rsatib o'tdik, ularni ham berishadi. Inshaalloh aka, ushbu obzorimiz qisqacha misol uchun tushunarli bo'ldi, foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Kamchilik bo'lsa, olib kelib yurmaysizlar. Xudo xolasa kelasi obzorlarimizda bundan ham yaxshi ma'lumotlarni, mahsulotlarni olib chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, Yodgorbek aka, kelgusidagi Zarika Plus kompaniyasining maqsadlari, kelajakdagi planlari qanaqa aka? Xudo xolasa o'zimiz soha bo'yicha, yana qo'shimcha sohalar bo'yicha ishlab chiqarishni kengaytirish, mana shu joylarni ko'rdingiz. Xudo xolasa binolar solib ishlab chiqarishni kengaytirish. Xudo xolasa biz yaqinda Xitoyga borib keldik. Xitoyda shu ishlab chiqarishlarni ko'rdik, aylandik. Xudo xolasa 2026-yildan Xitoylar bilan hamkorlikda ishlab chiqarish boshlash, ya'ni kattalashtirish, yangi ish boshlash va bo'sh ish o'rinlari yaratish. Gap yo'q aka, zo'r. Alloh xayrli qilsin. Nasib bo'lsa shunchalik vaqt ajratib, mahsulotlar bo'yicha ko'rsatganingiz uchun rahmat. Agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va shu kabi foydali ma'lumotlar albatta Zar Ecoplas kanalida va shaxsan o'zimiz kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.